Leksimizden davamını anlatımız, hürmetli vatandaşım. Krizisni yaxshi bir taraf qilolmasang, Jungoda afat yuz berdi. Mavzuli xabar 3-oyning 23-kuni Duvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungoda uy imorat bahası qadam o'rlab hech to'xtaydigandek emas. Bazılar bu holatni yoshirin krizis deb atashdi. Agar yaxshi bir taraf qilolmasang bu krizisni Jungoda baloyi ofat yuz berdi. Universal matbuotlar xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Bu hozir navbatda Xaynandovning shahriya Xaynandovning poytaxti deyilib, bu echilayotgan siyosiy munbir, yani bu Osiyo munbiri 3-oyning 22-kunida 25-kunigacha Xaynandovning bu shahriga chaqirildi. Osiyoning kelgisi, yangi hayotiy kuch, yangi manzara bu qatimliq yig'inning kun tartibi qilib belgilandi. 23-kuni o'tkazilgan iqtisodshunoslar suhbati muxbirlarning Jungoda uy imorat tijoratining kelgusiga qanday qarash kerak deb qo'ygan savoliga duch kelganda iqtisodshunos Chin Jibu mundaq ko'rsatdi. Buningdan men intayin qattiq ansirayman. Jungo hukumati uy imorat tijoratini borgan sari mazg'ablashtiryotdi. Dal ikkilamchi krizisning nishoni qarab ketyapti. Balki imorat tijorati bo'lsa iqtisodni birdamlik rag'batlantirishning vositasidir yoki qurolidir. Ko'plagan yerlik hukumatlar o'tgan bir yilda ularning moliyasida qiyinchilik duch keldi. Ya'ni yerlik hukumatlar moliyada qiyinchilik duch keldi. Yer setish, uy imorat setish bilan shug'ullanganda yerlik hukumatlarning moliya kirimi 50%dan hatta 60%gacha ko'paygan. Chiqimi 70%ga yetgan. Demak, ashundoq uy imorat setish va yer setish bilan moliya kirimini 50-60% ko'paytirib turib, endi bu chiqimni tizginlayamagan degan gapda, chiqim 70%ga yetgan. Bularning hammasi faqatla yer elish, yer setish, imorat savdogarlari bilan shu tijoratni qilish tin kelgan mablag' edi. Yerlik hukumatga mablag' shu yerdan keladi. Shunga uy imorat tijorati tuvanga qarab seriladigan bo'lsa, yerlik hukumatlarning moliyasi xarisqa duch keladi. Vaqti kelganda bank sistemasi mo xarisqa duch keladi. Iqtisodshunosi Lifu mundaq ko'rsatdi. Kishilar ikki xil maqsad bilan uy setib oladi. Biri turmush, o'zining turmushi uchun deydi. Uning yana biri bo'lsa fursatparastlik. Biri turmush uchun uy setib oladi, bu normal hodisa. Ikkinchisi bo'lsa pul topaman deb fursatparastlik qiladi deydi. Fursatparastlik bilan elib berilgan uy imorat savdosi ko'pincha Allohda mag'zabga aylandi. Uy imorat tijorati mazg'ablashgan hamon pul muomala sohasida krizis paydo bo'ldi. Yuqorida biz Chin Jivu apandi bilan Lifu apandilarning bankalarning sistemalashgan krizis va xatarlari to'g'risida to'xtalib o'tgan ko'z qarashlarni ko'rib o'tdik. Bir ikki jumlalik ko'z qarashlarni ko'rib o'tdik. Jungo Xalq Universiteti pul muomala va poychak bozori tadqiqoti institutining boshlig'i Wu Shaoqiu apandi mundaq ko'rsatdi. Kelgusida Jungoda bir xil krizis o'tirg'i chiqmaydi, bir xil xatar o'tirg'i chiqmaydi deydigan real bo'lmagan qarashlar amaliyotga mos kelmaydi. Barliq xatar va krizis buning qo'lidan kelmaydi. Masalan, krizis va barliq xatar yetib keladi. Yetib kelgandan keyin bu to'sib olish sening qo'lingdan, mening qo'limdan kelmaydi. Bankaning operatsion krizisi
Kişiler öçöret durup bankadan pul eliş. Bu ikisinin aldın eliş gerek. Bankının o bırakcan krizisi. Yani birisi kişilerin öçöret durup bankadan pul elişi. Moşu işki alaylı iş amılının aldın eliş gerek deydi. Siyaset ve pul muamele ramkisten karaganda yukarı işki mesele. Mesela öçöret durup bankadan pul eliş ve bankanın o bırakcan krizisi yukarı işki meselesi. Mesela o tırgı çıkması iken de men oylap turduğan noktalar. Cungudu muş ahval yüz vermesi iken de oylap durman deydi. Biri öçöret durup bankadan pul eliş. İkincisi ele kadar bankanın o bırakcan krizisi. Muş işki hadise Cungudu o tırgı çıkması iken de men davamlık oylap durman deydi. Men oylap turduğan noktalar o deydi. Eğer bu işki krizis o'ttirg'i chiqadigan bo'lsa, bizga yetib keladigan hal qilg'ili bo'lmaydigan baloyi ofatdir. Oxirgi Yaponim deydi, agar bu ishki xil krizis o'ttirg'i chiqadigan bo'lsa, bizga yetib keladigan hal qilg'ili bo'lmaydigan baloyi ofatdir.